Rangsiz gullar serialining 64-qismi 2025 yil 31 oktyabr kuni soat 21:45 da Sevimli TV kanalida namoyish etiladi. Bu loyiha har bir sonida tomoshabinni his-tuyg'ularga garq etadi. Dastlabki daqiqalardanoq voqealar yurakni ezadi. Umid va alam, sevgi va yo'qotish o'rtasida kechayotgan hayotiy lavhalar orqali inson ruhining chuqur qatlamlariga kirib boradi. Rangsiz gullar – bu shunchaki drama emas, bu hayotdan rangini yo'qotgan yuraklarning hikoyasi. Har bir sahna, har bir so'z chuqur ma'noga ega. Ssenariy tabiiy, muloqotlar samimiy, harakatlar esa yurakdan chiqqandek. Operatorlik mahorati va musiqa uyg'unligi serialga o'ziga xos lirizm bag'ishlaydi. Aktyorlar esa o'z rollarini butun vujudi bilan his etib, tomoshabinga rostakam hislarni yetkazishadi. Shu sababli bu qism yana bir bor hayot, mehr va kechirim haqida o'ylashga undaydi. Rangini yo'qotgan gullar orasida ham yurakda yashirin bir umid nuri borligini eslatadi.